Assalamualaikum xanım qızlar. Bugün sizlarga pör yetishni o'rgatmoqchiman. Sabzi qiymisi. Bu sabzi qiymasini seriq mayda piyoz bilan sabzini qo'rib tayyorladim. Pishirib olgan guruch, taxminan 2 piyola un, 2 gram atrofida qatiq, 2 dona tuxum, tuz, qarmuch. Oldi bilan buni xamirini tayyorlaymiz. Xamir uchun qatiqni qo'yib, tuxumni ondan keyin muvofiq miqdorda tuz selib aralashtirib olamiz. Tekrar aralashtirib olgandan keyin unni oz-ozini silib yumshoq bo'sh xamir yo'g'iramiz. Mana xamirimizni yo'g'ib tayyorlab oldik. Endi qiymasini tayyorlaymiz. Materiallarni to'kib, pishirib olgan guruchni, yumg'oq sutni to'kib, o'zimizdan yoqtirishga asosan zira yoki qorma silib yaxshi aralashtiramiz. Mana qiymasini aralashtirib tayyor qildik. Endi xamirni kichik-kichik lo'li qilamiz. Xamirni yeyib olgandan keyin qiymasini muvofiq silib qatlab qo'yamiz. Ondan keyin gullik pichoqimiz bilan cho'risini chiqaramiz. Normal mayda normal qizitib qozon mayda sepib pishiramiz. Agar bo'lmasa duxovkada pishirsak bo'ldi. Mana sag'irib oldi, seriq rangga kirganda suzib olamiz. Mana quvvatli yeyishlik bo'lgan pöre tayyor bo'ldi. Sinab yiqishingizni umid qilaman.